Bahor bulutlari. Kinoqissa. Katta ko'cha, bahor, kechqurun. Ikkala tomonda serbarg daraxtlar saf tortgan. Bu ko'cha tinch. Faqat yengil shabodadan u yer, bu yerdan halqob bo'lib qolgan suv. Yaqinda yomg'ir yog'ib o'tganmi yo maxsus mashinalar sepib o'tganmi? Aytish qiyin. Fonarlar nurida milt-milt qilib turibdi. Na odam ko'rinadi bu ko'chada, na bironta mashina. Daraxtlar soyasi shu qadar qalinki, ko'cha atrofida nima bor, nima yo'q ko'rib bo'lmaydi. Faqat ko'chaning o'zi ko'rinadi. U nihoyatda uzun va keng. Unga bir qarashdayoq hamma narsa sokin, serahud, tun og'ushida orom olayotganini tasavvur qildi kishi. Xuddi shu manzaraga ish bo'lib olisdan kimningdir xirgoyasi eshitildi. Ko'p o'tmay ovoz egasi ham ko'rindi. U shoshmasdan bitta qadam tashlab ko'chaning o'rtasidan kelardi. Aftidan u ashulasi ishqibozi emas, lekin zavq bilan kuylardi. Nima qilayotganini o'zi ham bilmasa ham, so'zlarini qorishtirib yuborayotgan bo'lsa ham, uning kuyida qandaydir sevinch alomati sezilib turardi. Shu topda chiniqroq sirena tovushi eshitildi. Tovush shu qadar kuchli ediki, yigit kuylashga tinib orqasiga o'girildi va birdan seskanib o'zini chetga oldi. Shahar tomondan juda katta tezlik bilan qandaydir mashina uchib kelardi. Biroz yaqinlashgach, uning chiroqlaridan otilayotgan yog'du butun ko'chani qoplab ketdi. Yigit beixtiyor qo'llarini bilan ko'zlarini berkitib, mashina uning yonida o'qdek uchib o'tdi-da, muyulishga borib chapga burildi. Shunda yigit uning yoniga belgisidan tez yordam mashinasi ekanligini bilib, birpas o'ylanib turgach, mashina ketidan yugurdi. Qishloq ko'chasi. Mashina bo'sh ko'chadan bormoqda, lekin qorong'ilikdan qishloq qiyofasi ko'zga tashlanmaydi. Ko'chaning ikki tomonida past baland soyalarda lipillab o'tmoqda. Miltillab turgan sariq, qizil, ko'k chiroqlardan soyalarning ko'pchiligi uy ekanligini bilib olish mumkin. Mashina bir to'da odam bilan to'planib turgan joyda sekin to'xtadi. Undan shoshilib oq xalat kiygan kishi tushdi. Odamlar ikkiga bo'linib ularga yo'l berishdi. Vrach bilan sanitar lang ochiq turgan ikki tavaqali eshik tomon borishar ekan, kimdir orqadan loqib tashladi. Tez yordam doim falokatdan keyin keladi. Oldin kelsa nima qiladi, deb berdi. Javob qildi kimdir. Tiriltirib beradimi? Yosh ketdi bola bechora. Gapga qo'shildi ayol ovozi. Ishqilib Xudo joyini jannatda qilsin. Kimdir g'azab bilan uni jerkib berdi. Esing joyidami o'zi xotin? To'ng'iz ketdi bu qiz. To'ppa-to'g'ri do'zaxga tushadi. Qandoq qo'li bor ekan-a? Pichoq tiqsa qaqshab ketadi odam. Jon-jonidan o'tib ketganda. Shu paytda hansirab yo'ldagi yigit keldi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Hech kim javob bermadi. Ichkaridan ayol kishining bo'g'ilib yig'lagan ovozi eshitildi. Voy bolam-e, voy bolam-e. Qo'zichog'im bolam-e, arzandam bolam-e. Yigit odamlarni yorib eshik tagiga turgan bir mo'ysafidning oldiga keldi. Ko'cha chirog'i shunday boshida yonib turgan. Uning qiyofasini ko'rib aniq ko'rish mumkin edi. Ikkala ko'zi jiqqa yosh, lablari nimadandir shivirlar. Yigit uning tirsagidan ushladi. Amaki, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik. Qayoqda bolam? Dedi chol unga qaramasdan. Zulfiyadan ajralib qoldik. Chol o'zini tutolmay yig'lab yubordi. Keyin nima qilishini bilmay shunday eshikni tagida cho'kka tushib, choponining etagi bilan ko'zlarini berkitdi. Yigit esa joyida qotib qoldi. Boyagina yuzida barq urib turgan shodlikdan asar ham qolmagan edi. Olib chiqishyapti, dedi kimdir. Ichkaridan oq choyshab yopilgan zambilni ko'tarib vrach bilan sanitar chiqishdi.
Orqadan yana yurakni ezuvchi boyagi ayol kishining bo'g'iq ovozi eshitildi. Voy bolam-e, voy bolam-e, sen shu kunga solgan onang o'lsin bolam-e, onang o'lsin bolam-e. Vrach bilan sanitar zambilni mashinaga joylashtirdi. Ular birini ketin chiqib, bir chol mashinaga zambil yoniga chiqib o'tirmoqchi bo'ldi. Vrach uni to'xtatdi, eshikni yopdi. Mashina joyidan qo'zg'aldi. Chol mashina bilan yonma-yon bir necha qadam yurdi. Mashina aylanib yo'lga tushgach, uning ketidan yugurmoqchi bo'ldi. Lekin bir-ikki qadam bosib to'xtatdi. Mashina go'yo bo'lgich uning orqasidan qarab qoldi. Keyin boshini quyi soldi, qo'llarini orqasiga tugdi, ammo joyidan qimirlamadi. Uning butun qiyofasi gunohkor odamni eslatdi. Shirinsoy, kunduz kuni, ikki tog' orqasida cho'zilib yotgan kichkina qishloq. Olisdan kimdir ot choptirib kelyapti. U dam qishloq ichida yo'q bo'lib ketdi. Dam tog' bag'rida paydo bo'ladi. Nihoyat u butun qishloq ustidan qaqqayib turgan qoyada ko'zga tashlanib, tog'ini orqa tomoniga tushib ketdi. Bu tomon ko'm-ko'k adir. Qishloqning so'nggi uylarida shu adirga tutashgan. U yer bu yer qo'ylar, sigirlar o'tlardi. Kun peshindan og'gani uchunmi, ba'zi qorni to'ygan sigirlar kavush qaytarmoqda. Yilni tirsillatib turgan bir dag'li sigir ishtaha bilan bolasini yalayapti. Chetroqda xarsang tosh ustida 10 yashar chamasidagi bola o'tiribdi. U burnini sho'lq-sho'lq tortib, hashamdor kaltak yasayapti. Ot dupuri eshitildi. Bola boshini ko'tardi. Hormanglar. Oldida otliq o'ta Horiganlar boshladi. anavi yoqda, Sobir dedi aka, qoshlarini bitta chimirgan mindiring, qiz dedi. va Bola Zulfiya yalinib. tomonga ishora qildi. Shoshib turibman, Zulfiya keyin. Sobir kelayotganini ko'rib, Otliq o'qday biroz o'tib ketdi. olislab ketgan Qachon? edi. So'radi Boshini bola yerdan otning ketidan ko'tarmasdi. yugurib. Qizlar Otliq kulib uni yuborishdi. eshitmadi. Ko'p o'tmay Senlarga kulgi uning bo'lsin, dedi oldida Sobir. lolazor paydo Ha, bo'ldi. dars U bo'lmayaptimi? yerda So'radi 5-6 Ruqiya odam opa. Yo'q, dedi g'ivillab Sobir. yuribdi. Rahmat akam Bular to'g'ri kelmadilar. o'qishdan Kelinoyimlarning o'quvchilar Ruqiya toblari opa bilan qochib lola qolibdi. tergani kelgan Sobir qizlar. kolxoz fermasida Sobirning ko'pchilikning sinfdoshlari. qizlari qatori Har chavandozlikdan dars har olardi. yerda portfellar, Ertaga maktab bo'ldi. formalari uyilib Sobir turibdi. Zulfiya 3 tomon qiz yurdi. bir chekkada Yo'l o'tirib, yo'lakka ulardan egilib bitta bittasi katta yon lolani boshlab ustida yotibdi. Zulfiyaning Birdan oldiga u borib otliqni otdan ko'rib tushdi. qoldi. Sevinib o'rnidan turdi. Nega kelding? Mahmud dedi kelyapti. Zulfiya unga Qizlar qaramasdan. yalt etib Uning otliqqa boshqa qarashdi. narsa aytmoqchiligini Yo'q, sezib bu turardi. Mahmud emas, O'zim dedi shunday, ulardan dedi. biri. Uning Sobir og'zi buni qora. tushunib, keyin Kim qo'ldagi ekan lolani bo'lmasa? uzatdi. Zulfiya Ma senga. nariroqda lola terib Zulfiya uni turgan qiz olib boshini ko'tardi. qo'lidagi dastab Kim qo'shdi. kelayapti? Ikkovi Zulfiya qo'lini yonma-yon lola botib tera borayotgan boshladi. quyoshga Biz soyabon qilib ketdik, qichqirdi otliqqa qaradi. qizlardan biri. Aftidan Hozir, tanidi, dedi Zulfiya. lekin Lekin indamadi. joyidan Faqat qimirlamadi. ko'zlar sevinch U porlab Sobirga bir ketdi. narsa demoqchi O'rtoqlarga bo'ldi, sezdirmaslik ammo uchun darhol aytolmadi. engashib Sobir ham nimadandir xuddi yula shunday. boshladi. Og'zini Sobir bir ekan, gapga dedi oxiri bir juftladi-yu, qiz. Zulfiya, gapirolmadi. eshityapsanmi? Shu ahvolda Sobir. biroz vaqt Ammo o'tdi. Zulfiya o'zini Birozdan so'ng eshitmaslikka qizlar soldi. ketgan. Sobirning Yoqdan ro'parasiga kelib yor-yor to'xtadi. eshitilib qoldi. Qiz bolaning boshiga-yu savdo tushdi yor-yora. Savdo tushdi. Mushtday bo'lib ko'ngliga-yu g'avg'o tushdi yor-yora, g'avg'o tushdi. Yor-yor qariyalarga taqlid qilib aytilganday bo'lsa ham, sho'x va hazilomuz jaranglarda Zulfiya bilan Sobir birpas quloq solib turishdi. Biz haqimizda, dedi Zulfiya. Uning xafa bo'layotganini ham, sevinayotganini ham sezmasdi. Aytishaverishsin, dedi Sobir zarda bilan. Lekin ashula tindi. Ruqiya opani "Uyalinglar-e" degan ovoz eshitildi. Hammayoq jimjit bo'lib qoldi. Lekin bu jimjitlik uzoqqa cho'zilmadi. Allaqayerda buzoq ma'radi. Chigirtka chirillay boshladi. Quyoshning qizil gardishi qishloq orqasiga cho'kdi. Ko'm-ko'k osmondan birin-ketin yulduzlar ko'rina boshladi. Ketamizmi? So'radi Zulfiya. Ixtiyoring, dedi Sobir. Aslida uning ketgisi yo'q edi. Oyim urishadilar. Ketaylik, Sobir hushtak chaldi. Ot yengil kishnab uning oldiga keldi. Sobir uzangini ushlab Zulfiyaga qo'lini cho'zdi. Men. Zulfiya boshini liqillatdi. Nega hayron bo'ldi Sobir? Ertaga kim yutadi? Mahmudmi? So'radi Zulfiya. Bilmadim. Sen yut. Sobir kuldi.
kutayotgan menman. Zulfiya shunday deb qishloq tomon yugurib ketdi. Sobir havas bilan uning orqasidan qarab qoldi. Keyin otga zarblanib minib choptirib ketdi. Ferma. Oqshom. Sobir kirib kelganda qorovul chol og'ilxona oldida choy ichib o'tirardi. "Muncha hayallab ketding?" so'radi u otini bog'layotgan Sobirdan. "Ish qilib qoldim", deb Sobir. "Bilaman qanaqa ishligini", chol kuldi. "Bundan 50 yil oldin, endi 16ga kirganimda men ham qizlarni tinch qo'ymasdim." "Xo'p, amaki", dedi Sobir eshikka yo'l olib. "Ha, bitta choy ichib ol. Choy ich, uyga boray. Ertaga kim yutadi endi?" "Men", dedi Sobir. "Men yutaman." Katta bedazor. Kunduz kuni chap tomonda qishloqning chetki uylari ko'rinib turibdi. Shu uylarga tutash omonatgina qurilgan minbar. Uning tepasida "Yashasin 1-may" deb yozilgan shior yorlig'i alvon ikkita po'sti yulingan tol poyasidan tortib qo'yibdi. Baland stolbarglar, reproduktorlardan musiqa eshitilyapti. Ariq labida kimdir tutun burqsturib kabob pishiryapti. Undan sal nariroqda yonma-yon bir nechta ot turibdi. Otlarning odamlar o'rab olishgan. O'rtada chavandozlar, ularning orasida Sobir, Mahmudlar ham bor. Chavandozlar Rahmat akaning so'nggi topshiriqlarini eshitmoqda. Bir chekkada qizlar turishibdi. Hammalarining diqqati chavandozlarda. Qorovul chol bayroqchalarni ushlab olib mayda bolalarga nimanidir hikoya qilyapti. Gaplar kulgili bo'lsa kerak, bolalar qotib kulishyapti. Shunday qilib desanglar, bundan roppa-rosa 50 yil oldin men endi 16ga qadam qo'yganimda zang urildi. "Boshlandi", dedi cholni bo'lib bolalarning bittasi va Sobir turgan tomonga yugurdi. "Urra!" Boshqalar ham uning ketidan yugurishdi. Qo'lida bayroqchalarni ushlagancha chol yolg'iz qoldi. Poyga boshlandi. Hamma otlar tapir-tupir chopib ketishdi. Musobaqaga qatnashayotganlar bedazorni 2 marta aylanib chiqishlari kerak. Yo'l yarim bo'lmasdanoq Sobir orqada qola boshladi. Eng oldinda esa Mahmud. Hammaning ko'zi unda. U birinchi marta musobaqaga qatnashayotgani yo'q. Ko'p marta u g'olib chiqqan. "Aytmadimmi", dedi kimdir. "Hech kim Mahmuddan yaxshi chopa olmaydi. Chuchvarini xom sanama", dedi qorovul chol. "Sobir birinchi keladi. O'zim o'qitganman. Sobirni bundan roppa-rosa 50 yil oldin men endi 16ga qadam qo'yganimda." "Yasha Mahmud", qichqirdi kimdir. Chol bedazorga qaradi. Otliqlar shunday ro'paradan o'tishayotgan edi. Sobir odamlar orasida kimnidir qidirib kelyapti. U xotirjam orqada qolayotganidan tashvishda emas, lekin otga erk bermay yuganini mahkam tortib kelayotgan sezilib turibdi. Nihoyat u qorovul cholni ko'rib, ko'zini qisib qo'ydi va ot birdan siltanib oldinga tashlandi. "Ana endi ko'r Sobirni", dedi chol zavq bilan. "Hammadan o'tib ketadi. Shunday qilib desang, bundan roppa-rosa 50 yil oldin, ammo hech kim unga quloq solmadi. Hammaning ko'zi otliqlarda." Sobir birin-ketin sheriklaridan o'tib borardi. Mana, nihoyat u Mahmudga yaqinlashdi. Oq ot, qora ot. Ikkovlari yonma-yon chopisha boshladi. Marraga yarim aylana qoldi. Sobir oldinga o'tdi. Biroq shu paytda kutilmagan hodisa ro'y berdi. Mahmud yana oldinga o'ta oldi. Minbar tomon qarsaklar eshitildi. Sobir otni chetiga burilib, to'dadan xomush chiqib ketdi. "Qayoqqa?" qichqirdi qorovul chol. Sobir javob bermadi.